Mana bu Iroq holicha beton qo'yadi, yapilgan holda bir hisobdan mana bu podvol. Bu podvol hisobi bor. Nafas bor. Bu bajar. Hepsini o'tiradi, tamam mı? Bundan mümkün ko'raydirdilar. Adushkasi bor. Mana hozir davollarni qo'yadi. Mana bu minorani o'rni. Mana to'rtinchi minorani o'rni. Yo'li mana bu birinchi etaj podvol. Siz bilan men turgan joy ikkinchi etaj bo'ladi. Undan keyin uchinchisi bo'ladi. Mana bugun masjidimizning eng qari namozxonlaridan hammamizni dodamiz, qadrdonimiz, Hikmat Qodir dodamiz kelib masjidda ziyorat qilib bir duo qilaman, shu bugun ustalarni ko'raman deb keldilar. Masjidimizda bular fayzi, faxri ko'p qariyalarimiz o'tib ketishdi. Hikmat dodam, Husniddin hoji aka ikkalovligi doim shu masjidda hol namozxonlardan bo'lishgan. Hikmat doda bir duo qiling endi. Korkan yürüge feyz versin. Amin. Sağ olun. Amin. Yine yeniden bir şey. Hadi göreyim. Allahu Ekber. Ular üstünde, hammasi ular pastda üstünde. Bu hali çektaş podvol. Ha? Tepada 4 üstün bor. Bo'ladi. Mana bundan üstün bo'ladi sizga. Katta. Yo'q, bo'ladi. Nima qilyapsiz? Apa ada mana? Hojatxona bu yoqqa choyxonaga o'tdi. Bu endi erta bahordan boshlanadi. Hozir buni yomg'irgacha ham qorgacha ham ustun yopib olaylik. Bu chiqadi. Oktyabr oylarida niyatimiz ishga chiqishni ko'paytirishni topishga harakat qilamiz. Qolgani ishlanishda bo'laveradi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd sana Allah'ın o'ziga, Habibi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud salovat bo'lsin. Mana masjidlarimizni qurilishiga qariyb 3 oy yaqinlashyapti. Buzildi. Mana qatlavallar qazildi, qadushkalar qo'yildi. Mana bugun endi masjidimizda o'sha birinchi qavatning devoriga beton qo'yamiz deb turibmiz. Allah yurtimizni tinch qilsin. Yurt tinch bo'lsa to'ylar bo'ladi, yurt tinch bo'lsa masjidlar quriladi. Shunga himmati bilan, xizmati bilan hissa qo'shayotgan ukalarimiz bor. Shunga bosh bo'lgan yor birodarlarimiz bor. Bu apam ukalarni bergan Sobirjon, Jamshidbek ukalarimiz. Xuddi mana shunda qancha ukalarimiz xizmat qilishyapti. Temur hoji, Shuhratbek ukamiz, Avazbek ukalarimiz. Shunda mana Shuhrat aka boshchiligida, Prorabimiz boshchiligida Doniyorbek, Umirbek ukalarimiz. Mana sizlar xizmat qilyapsizlar. Alloh tani joninglarni sog' qilsin, shikastdan, ofatdan asrasin, balodan, qazodan, fitna fasodlardan omonda saqlab, shu yerga yaxshi bir niyatlar bilan keldinglar. Allohning baytiga to'kilgan har bir ter, peshonanglardan tushgan bu terlar Allohning jannatiga to'kilsin. Sizlarni ham Alloh yarlab qilsin. Yaxshi niyatlar bilan keldinglar. Yuragingizda yaxshi niyatlar bor, orzular bor. Shu niyatlarni Alloh ijobatini nasib etib, shu masjidlar qurilganda shu yerda kelib ibodat qilishni Alloh nasib etsin. Allah shikastdan, ofatdan, balodan, qazodan, fitna fasodlardan omonda saqlasin. Allohning baytini quramiz deb bel boyladik, yuzimizni yoriqdik. Haqq oldida, xalq oldida sharmanda qilmasdan Alloh jannatda qana ato etsin. Allohu akbar. Boshlaylik. Qana. Bahonasi birinchi qilamiz. Hadisdan oldimizdan Sizler gibi istemedik.
Hadi kim ister ister yapacak bir şey yok. Yenilere gerek yok, Pesti'ye gerek. Trafik 14'lerin kavramıydı. Bu 6 metrelik ya. Bir real metrelik. Bir geç orada doğru saklanıyor. Abinin bana bir de kabin sünnet gelelim. Nereye? Bir tane kabin. Bakacağız, bitecek kabin. Diğer tarafa geçiyor. Karşıma. Diğer tarafa geçelim. Almasın, Ahmet Kuvalları.